Hürmetli vatandaş. Endi ikkinchi leksiyamizni sizga topshiramiz. Bu leksiyamiz vaziyat qo'shimcha uningga favqulodda bir ahvolda o'tirg'i chiqqan, favqulodda siyosat desangiz bo'ladi vatandaş. Bugungi istoq 2024-yil 12-oyning 5-kuni haftaga payshanba. Biz bu aralaqda bunday deb aytaylik. Hozir Prezident Trumpning Oqsaroyga vazifa topshirib, elib qasam berib Oqsaroyga kirishiga taxminan yana bir oy vaqt bor deylik vatandaş. Mushu aralaqda o'tirg'i chiqqan siyosatlarni sizlarga so'zlamaganlarni bir eslab o'taylik. Qarab turing. Birinchi 60% atrofida bosh qo'yish. Avval birinchi 10% atrofida ko'paytirib bosh qo'yish yoki hassalab bosh qo'yish. Bu Oqsaroyga kirgandan keyin rasmiy tartib bo'yicha yo'lga qo'yilgan siyosat 10%lik bosh qo'yish. Yana bir bosh qo'yish va ulgurmadim, sizlarga saqlab qolmadim. Uning sababi nimadan? Hozir Xitoy hukumati eng asosli Uyg'urlarning majburiy emgak orqali ishlangan mal tovarlarning hammasi Kambodsha, Tayland, Malayziya, mush 3 davlat orqali aşı devletlerge berib bir yere tovar markası almıştırıp, şu devletlerinin tovar markası çaplap Amerika pazarlarına elip kirdi vatandaş. Bunu Amerika Koşmuş Ştatları hazır prensip derdisi kötüydü bunu. Arlatı şu haberde kelgini de hazır bugün onu pulu qaraydigan yıllar bir eğiz kaldı. Şu haberde kelgini de 250% baş koyuyor. Başka devletlerinin tamamını markası çaplap Amerika'ya eksport kılınan mallara 250% baş koyuyor. Şunun olan bu gap oturgu çıkış olan tanrı birinci bab Malayziya korkup gidip Cungu hükümetine ultimatum karakterlik cevap kaytırdı vatandaş. Neymi dedi? Sen tuvar mallarını Malazya'ya elip gelip Malazya'nın markasını çaklap Amerika pazarlarına tovar kılıp çıkırdığın, eksport kıldığın bolsa yaxşısı bu sodurunu toxtat dedi. Senin bizge meblağ selişinin zaruriyeti yok dedi. Meblağ selişini toxtat, üzüytümem ben bundan sodunu dedi. Birinci hop Malazya sekrep çıktı vatandaş. Kambodsya, Tayland geldi takdim turdu. 250%'lik baş. Hazır nimdi de 60%'lik baş. Nimdi de 10%'lik baş. Andı yani şu kesek altın devletteki nimi dedi? Dollarını step çıkarımen halkara pazardan. Dollarının orduğa halak poli renminbini destimen. Ham xiyal qılman. Eğer muşununğa qatnışıp muş hareketli planlaydıgan her kandak devlet, mesela kesek devletler, Katar'daki devletler 100%'den baş koymadı. Vatandaşım şunu kendinler, bu 11. ayının 30. günü dedi Prezident Trump bunu. Şunun kendinler Cenuba Afrika oturgu çıkıp, benim bunda hiyalim yok, lakin ben 5 kişi, 6 kişi Katar'daki devlet dedim, benim bunda hiyalim yok. Herkes biz dolları hırs ilan kılmayımız, bana bu bir vaziyet vatandaşım. Andan hazır sizlerge söyleydiğin leksiyimizdeki en eğer, Xitay üçün aytqanda en dehşetliki, deyimiz, ben mavzunu okuyacağım evvel. Prezident Trump bu ketim Beijing'ni boş koyup etmeydi. Mavzulu haber 12. ayının 3. günü büyük İran torbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Bu haber doğrusu da obzorçu Zhou Xiaohui'nin obzoru tüvendikçe. Mındak yazıldı. 12. ayının 2. günü Amerika Avam Palatası Nazaret Komiteti'nin karmakadaki COVID-19 jukumluk virüs işleri alaydı grubu komiteti SSCP 2 yıllık tekşürüşünü ahırlaştırgan deyken 520 betlik en ahırki dokulatını ilan kıldı vatandaş. Bu dokulatını siyasi yolla ilan kılıvatkanı yok. Çünkü siyasi yolla ilakası bir günü bu resmi delilleşken buludu. İkinci günü bu belki inkar kılındı. Sebep bu. Hareketlikine esas siyasetliğinden vatandaş. Şunlar buldu. Lakin endi siz bu dokulatın qayerden çıkına karan devlet meclisi. Devlet meclisinin alaydı grupsi. 2 yıl tekşürgendiği için COVID-19 yıl. O COVID-19 bu virüs keselini peyda kılgıcı virüs Cungu'nun Wuhan şehrindeki tecrübehaneden çıktı. Şendiniz mi vatandaş? Değil mi deyimiz bunu? Wuhan şehrindeki, Beijing'in Wuhan şehrindeki tecrübehaneden çıktı. Demek Cungu tecrübehanede virüs koyup avval üzünün furalarını öldürdü.
keselge bahanada öldürdü. Onun için Cungu virüs koyup verip Wuhan şehri tecrübehanesinden dünyaya tarqatdı. Bütün halkara cemiyet tarqatdı. Bütün dünyada ölüm yetim vaka payda kıldı. Hatta Amerika'da Amerika'da bir neçe milyon adamın muşu kesel bilen ölüp gitişini keltirip çıkardı. Mana muşu tağırdaki kanun. Endi bu kanunda bir kanun yani etüteyle. O kanunumuzu bildi. Cungu'yu Soğu'da, Mengülük Soğu'da itibar veriş kanun layihasını aynı çağda Amerika Koşmuş Ştatları makıllap Cungu'yu takdim kıldı. Bugünkü Cungu'nun 20 yıllık, 40 yıllık iqtisadi terakkiyatı muşunun bilen terakki kılıp bugünkü geldi endi toktap kaldı. Toktap kalıştan nurgun sebeplerini sizlerge sözlep olduk. Endilikten Soğu'da itibar veriş siyasetini bekar kılış. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi iki ketimli sizlerge sözlep oldum. Mesela Fevkulladı Cungu Komitetinin reisi Mollanır. Efendi oturuğa çıkıp Soğu'da itibar veriş siyasetini bekar kılımız. Endi mena sizlerge deydiğini bu siyasetke tüpülep kelgini COVID-19 jukumluk virüs Xitayning Wuhan şehrdeki tecrübe hanesinden çıkıp gitti. Cungu'lu furalarını öldürdü halkara. Halkara cemiyeti her kaysı devletlerge oxşamagan derecede ölüm yetim ve iqtisadi ziyan elip geldi. Töleyiz. Burada birinci ketimde eğizden çıkan gap kança eken dememsiz. 60 trilyon dolar töleysiz. Töleysiz. Eğer bu mümkün olmasa onun şartların batığında. Endi bugün sizler gibi havalem şu ki, ben bunu parçalap işkiliksiye kılay desem, torbet yoqtup qo'yishlar, ya birisini yoqtup qo'yishlar, ya ayg'ini yoqtup qo'yishlar, bomba düşürün uchun meni kechiringlar. Bu yerda so'zni ikki qatim aytdim sizlarga. Shuni buni uzoqroq ketishi mumkin, uzoqroq ketib ketsa meni kechiringlar vatandoshlar. Mavzuni o'qib bo'ldim, yana bir o'qidim, qalab, yana bir o'qib o'tay qarab turing. Prezident Trump bu qatim Beijingni boshqa yotmaydi. Mavzuli xabar 12 ayning 3 kuni Buyuk Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu xabar to'g'risida obzorchi Jo'shavxo'yning obzori mundaq. 12 ayning 2 kuni Amerika Avam palatasi nazorat komitetining qarmaqidagi diqqat vatandosh COVID-19 yuqumli virusi ishlari alayida gruppa komiteti SSCP 2 yillik tekshirishni oxirlashtirgandan keyin 520 betlik en ahırkı dokulatını ilan kıldı. Devlet Meclisi memuru bölümle ve hususuyla bölümle kelgisi yuqumluq virusga taqabul turganda bu dokulattan paydalanışı buludu. Dokulat COVID-19'ning münasebetlik nurgun meselelerini öz içine aldı. Cümleden virüsün keliş menbiye dikkat virüslerden geldi. Vaksina ve emleş ommaviy sog'lomlik yetakchiligi davlatlararo harakat va yordam berish fondini ishlatish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ishiltish deganda qayerga ishiltish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Dokladning muhim nuqtalari jumladan Amerika davlat egaligidagi sayyor tadqiqot instituti NIHning Wuhan tajribaxonasiga yordam berishi shu vaqtlarda bu yerda tadqiqot elib berish uchun iqtidarını köpeytişi, tetkik kılışı 5 türlük yeterlik delil. Yani COVID-19'un kolluğallığı ve bunun Cungu'nun Wuhan tecrübehanesinden çıkıp gidiş mümkünlüğü. Tecrübehaneden başlanan COVID-19'un herkes mi suikast nazariyesi emesligi. COVID-19'un Wuhan tecrübehanesinden çıkıp ketkenligi bunu o suikast plan kıldı, bu suikast plan kıldı şu Xitaylar uyak yüzünü taşlap, buyak yüzünü taşlap. Bunu Amerikalıklar kıldı, onda kıldı, askeri kısımlar geldi, bunda kıldı. Nurgun teşvikatlarını çıkarıp etti. 2023 ayda vatandaş. Ekologilik sağlamlık ittifaklı şirketi ve Peter Daszak doktorunun baş tölügüçülerden berilgen yardımını hem de herkes kabul kılmaslığı qatarlıqlarını öz içine aldı. Bunların hemmisi dokulat tepsili kirgizilgendi. Virüsün dastlabki çağlarda Amerika'da dairlerinin qo'llangan tadbirlerinin nayt osti bo'lganligini tanqidlash pozitsiyasi, maska ve maskani majburlash tadbiri, önümlü kontrol qilolmaganligi, COVID-19'ning tarqalishini kontrol qilolmaganligini
6 İngiliz kişisi ictimai münasebetler aralığında arlık saklaş tedbiri dokuladı bu tedbirlerde ilmi kollaş kemçil dep tanqid qilindi. Ammi tibbi xodimlar xalqning shansidan ayrilib qoldi. Uningdan boshqa dokladda xulosa chiqarib, qamal qilishning iqtisodga ko'rsatgan ta'siri, ya'ni virus tufayli Beijingda Jungoda qamal qilishning iqtisodga ko'rsatgan ta'siri Amerikada ommaning umumiy sog'lomligiga hamda bolalarning sog'lomligiga foydasidan ziyinning ko'p bo'lganligi Prezident Trump dastlabki mezgilda yo'lga qo'ygan cheklash tadbirlari jonni saqlab qoldi deb qaror qildi. Bu 2020 yil 3-oy tarqaldi. Biraz şu vaqt tarqaldi. Şu vaqt tarqaldi endi bu yerda Prezident Trumpning nurg'un tadbirlari shu vaqtda. Mesela 17-yil Aqsirayga kirdi. 2017-yil Prezident Trump 2020 yil 3-oyda biraz tarqaldi. Tadbirlari Prezident Trumpning jonni saqlab qoldi deb qaraldi. Bu bir parça doklad COVID-19 virus meselesida Jungo Kompartiyasining yolg'on yavudoqlariga bir qachat urildi. Jungo Kompartiyasi kelar yili 1-oyda Prezident Trump vazifaga o'ltirgandan keyin qo'yadigan tamoyishni bejidan hozir ansirashdan boshqa endi texme ansiraydigan, texme titraydigan Prezident Trump hükümetinin Jungo Kompartiyasining virus tecrübehanəsinin qo'yuvatganlik mas'uliyatini, virusning butun dunyoga tarqalishiga sabab bo'lgan javobgarlikni surishti qilish. Biden ansiraydi Jungo Kompartiyasi yo'q, endi ansiraydigan ish keldi. U nima? COVID-19ning Jungo va butun dunyoga tarqilishiga javobgar bo'lsan, bu mas'uliyat surishti qilinadi. Endi sen ansiraydigan ansirashlarning ichidagi eng qattiq ansirash Jungo Kompartiyasi demekdir. Bo'libmi, ushbu doklad e'lon qilingandan keyin surishti qilinganligi. Mush doklad e'lon qilindi, endi bu majburiyat Jungo Kompartiyasining surishta qilinadi. Texmo ansiraydigan ish endi o'ttirg'i chiqdi. Ya'ni Jungo Kompartiyasi texmo ansiraydigan ish endi o'ttirg'i chiqdi. Amaliyotda Prezident Trump vazifa tugan dastlabki mezgilda, ya'ni 2020-yili Jungo Kompartiyasining mas'uliyatini izchil surishti qilish pozitsiyasini ifodalab keldi. Mushundaq pozitsiyasi bo'lib keldi. Shu yili 9-oyning 22-kuni Prezident Trump ekran shaklida 75-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida doklad so'zlaganda, yoki nutq so'zlaganda oldi bilan yangi yuqumliq virus to'g'risida to'xtalgan edi. U bunda ko'rsatgan Amerika Jungo virusi, Amerika tashjuma Jungo virusi ko'zga ko'rinmaydigan dushman bilan keskin kurash qilish masalasida. Amerika Jungo virusi, ya'ni biz endi Xitoy virusi deb olaylik. Shu vaqtida Amerika Jungo virusi ko'zga ko'rinmaydigan dushman bilan keskin kurash qilish jarayonidir. Biz bu parlaq kelgusiga izlanish musofamizda bu virusni butun dunyoga tarqatgan davlat Jungo. Diqqat vatandoshim, Jungo Kompartiyasining mas'uliyatini surishta qilishimiz kerak. Kurash qildi, virus bilan kurash qildi Amerika. Bu parlaq kelgusiga izlanish musofamizda bu virusni butun dunyoga tarqatgan davlat Jungo Kompartiyasining mas'uliyatini surishta qilishimiz kerak. Balki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Jungo Kompartiyasini virus tarqatishga mas'ul bo'ladi deyishi kerak va shunday deyilishi kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti deganda xalqaro sayya komiteti bor, sayya tashkiloti shuning qartlayapti juma deyishlari kerak. Prezident Trump shu chog'da yuqumliq virusning mas'uliyatini nimishqa Jungo Kompartiyasiga elish kerakligi to'g'risida rad qilg'ili bo'lmaydigan dalillar bilan ta'minlagan edi. Shu yil 9-oyning 9-kuni Prezident Trump Jungo Kompartiyasi
ne eğizgi elip, ula, yani Cungo Kompartiyası koyup berelmeyvatkan bazı meselelerini, yani uçurdumayvatkan, oturgu çıkaralmayvatkan bazı meselelerini koyup bergen edi Prezident Trump. Bu virüs Wuhan'dan geldi. Cungoluklar diyemeydi, lekin Prezident Trump şundak degen edi. Bu virüs Wuhan'dan geldi. Wuhan tecrübehanesinden geldi. Bütün dünyaya tarqaldı. Amerika'ga intayın zor afet elip geldi degen edi, şundak görsetken edi. 9. ayının 9. günü 2020 yılı. 9. ayının 7. günde Prezident Trump axbarat e'lon qilish yig'inida mundaq ko'rsatgan. Biz Jungoning mas'uliyatini ustiga elishini talab qilamiz. Bu yuqumli virusning bütün dunyoga tarqalishining mas'uliyatini ustiga elishini talab qilamiz. 2020 yılı 9. ayının 7. günü Prezident Trump nima degan? Biz Jungoning bu mas'uliyatni ustiga elishini talab qilamiz. Bu yuqumli virusning bütün dunyoga tarqalishining mas'uliyatini ustiga elishini talab qilamiz. Bundan burungi 8. ayının 23. günü Amerika'da o'tkazilgan Cumhuriyetçiler Partisi vakillar qurultayining harfsida Prezident Trump'ning ikkinchi qatim saylanishini qo'lga keltirish gruppasi Prezident Trump'ning ikkinchi mezgillik siyosat programmasi e'lon qildi. Demek ikinci qatim yani Prezident bo'lib saylanish uchun bir guruh bor, saylam guruhi bor. Shu guruhsi Prezident Trump'ning ikkinchi mezgildagi o'tashga yo'lga qo'yishga tegishli siyosatlarning programmasi e'lon qildi. 10 cho'ng mavzu, jumladan COVID-19 belgilik yuqumli virusni tegidan tugutish o'z ichiga oldi. Prezident Trump shu chog'da aniq qilib, mundaq ko'rsatgan edi. İkinci qatim vazifa o'tash mezgilimda Jungo Kompartiyasining virusning bütün dunyoga tarqalishida bütün mas'uliyatni o'ziga elishini talab qilaman. Talab qilish. Prezident Trump shu vaqtda agar bu ikinci qatim prezident bo'lib saylanib Oqsaroyga kiradigan bo'lsa, virusning tagi-tagini surishtirib, virusni tagi-tagini tugutish va buning uchun virusning dunyoga tarqalishi va virusning Jungo o'zining mamlakatiga tarqalish qatorliq mushundaq mas'uliyatlarning hammasini surishtirib, shu vaqtdagi ikinci qatim saylanadigan Prezident Trump hukumatining siyosat programmasi edi. Shunaqmi vatandosh? Prezident Trump şunun için Jungoning mas'uliyatini surishtirishni muqimlashtirgan ediki, Prezident Trump intayin kuchli dalillarni qo'lga tushirgan edi. Virusning Wuhandan tarqalib ketganligi to'g'risi intayin kuchli dalillarni shu chog'da Prezident Trump qo'lga tushirgan edi. Endi bugun juma e'lon qilingan bu doklad Prezident Trump hukumatining Jungoning virus masalasida mas'uliyatini surishti qilishini mustahkam asoslar bilan ta'minladi. Darvaqa bir necha million Amerikalikning joniga zomin bo'lgan Xitoy virusi bilan son-sanoqsiz odamlar yuqumlangan bu paketlar oldida Jungo Kompartiyasi qancha yiligarlik qilib tenib olsa-mu, mas'uliyatni o'zin qochirsa-mu, hech nimaga hamda dal bo'la olmaydi. Gerçi Prezident Trump ikki qatim vazifa o'tash mezgilida ikkinchi qatim Jungo Kompartiyasining virus masalasida mas'uliyatni surishti qilaman degan bo'lsa-mu, shu chog'da juma balki bu mezgildan 4 yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, arliqda saylanmay qoldi o. 4 yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, Jungo Kompartiyasi birdamlik nafas elib oldi xolos. Bu arliqdagi 4 yilda Jungo Kompartiyasi birdamlik nafas elib oldi xolos. Lekin Prezident Trumpning xarakteridan aytganda bu ishlarni unutib ketamdi. Bu endi mumkin emas. Shu vaqtda virusni tag-tagda surish qilaman debdi. Bu ishni Prezident Trump unutib ketamdi. Xarakterdan qaraganda bu endi mumkin emas. Bundan boshqa Prezident Trump hukumati Jungo Kompartiyasining mas'uliyatini surishtirganda nayti
zo'r xalqaro ro'y asosiga ega. 2020 yılı növbetki ma'lum prezident Kamala Harris elip bargan irade yoki el ro'yini sinashda shu vaqtida mushlar munosabatlik senator bo'lib ishlab turayotgan bugungi ma'lum prezident Kamala Harris, yaqinda prezident Trump bilan saylamda raqobatga tushgan Kamala Harris shu vaqtda xalq ro'yini sinash elib bargan ekan. Shu ro'yini sinashda 1993 nafar amerikalik yosh memleketlik, vekillik karakterlik el ro'yi o'lgisida 90% amerikalik yosh 90%. Cumhuriyetçiler Partiya a'zolari hammasi. Undan keyin 67%. Demokratlar Partiyasi a'zolari. Chunki Kompartiya hukumati virusning butun dunyoga tarqalishiga mas'ul bo'lishi kerak deb hisoblagan el ro'yi. 67% yoshlar Demokratlar Partiyasining a'zosi. 90% yoshlar amerikalik yoshlar Cumhuriyetçiler Partiyasining a'zolari. Bular shu vaqtida virus butun dunyoga tarqaldi. Chunki Kompartiyasi bu mas'uliyatni ustiga olishi kerak degani deydi. Mas'uliyatni surishti qilishda konkret qaysi tadbirlarni qo'llanadi? 2021 yil 12 oyning 17 kuni prezident Trump Hakiz xabarlari axborot sahnasining ziyoratini, muxbirning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatgan. Ya'ni Jungo Kompartiyasi butkul dunyoni nabud qildi. COVID-19 yuqumliq virusi paydo qilgan ziyonlarga 60 trillion dollar to'lam to'lishi kerak. Prezident Trump qachon debdi buni? Qarang, 2021 yili 12 oyning 17 kuni prezident Trump Jungo Kompartiyasi virusni butun dunyoga tarqatdi. Buning uchun butun dunyoga 60 trillion dollar to'lam to'lishi kerak. Aniqki, iqtisodiy tarafdan qaraganda buncha zo'r iqtisodiy to'lamni Jungoning to'lab ketilishini tasavvur qilish tashkil to'xtaydi. Jungo Kompartiyasi xohlagandimi bir necha 10 trillion dollar bilan to'lam to'lay olmaydi. Lekin prezident Trumpning maqsadi konkret to'lam miqdori emas, balki Amerika xalqining huquq manfaatlarini qo'g'dash irodasini ko'rsatib qo'yishdir. Balki, ya'ni Jungo Kompartiyasining muqarrar oqibatga duchor qildirishdir. Ya'ni Jungo Kompartiyasi mushundaq oqibatga duchor qilish bu prezident Trumpning maqsadi. Ya'ni asoslar yuqorqi 90%lik, 67%lik. Asoslar, xalqaro asoslar va Amerika mamlakatchilik asoslar. Prezident Trump mushlarga dastlab turib, garchi Jungo Kompartiyasi bu 60 trillion dollarni to'lay olmasmi, lekin sen mush majburiyatga duch kelgan majburiyatni tanishing kerak. Bu majburiyatni men sana tanitaman deganlikdir. Ondaqda kelar yili 1-oyda prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin qanday harakat qilinishi mumkin? Bir tarafdan aytganda Cumhuriyetçiler Partiyasi Kengash palatasini egallab turgan ahvolda. Hozir Kengash palatasi Cumhuriyetçiler Partiyasining qo'lida. COVID-19ning ziyonkashligiga uchrag'uvchilar arz qilish qonun loyihasini ma'qullashi mumkin. Hali doklad chiqib qoldimi? Endi Kengash palatasi qonun loyiha ma'qullashi mumkin. Bu qonun Jungo Kompartiyasining egilik, huquqli xalos bo'lish huquqini tartib oladi. Ya'ni egilik, huquqliq bir davlat ikki davlat bilan bo'lgan munosabatlarda kechirim qilish deydigan bir qoidasi bor ekan. Shu qoidaga munosabatga keldi, avval birinchi bo'lib Jungo Kompartiyasi egilik, huquqliq kechirim qilish qonuni vositalaridan mahrum qiladi. Jungo Kompartiyasining qasddanlik bilan qilgan xatti-harakatlarining ustidan xususiy arz qilish, kasal bo'lg'uchilar endi o'z oldiga arz qilish huquqini qo'yib o'tadi. Qonun, Kengash palatasi ma'qullaydigan qonun bu huquqni qo'yib o'tadi. Masalan, virusni
virus menbiini paş qilg'uvchilarni cheklash harakati. Qonun yana Jungo Kompartiyasining mol mulkini to'ng'itishni qo'yib o'tadi. Demak, shu virusga oid qonun Kengash palatasini ma'qullansa, Prezident Trump uni imzo qo'ysa, Jungoning mablag'ini tashqari dunyoda har qanday davlatda to'ng'itish, anda xususiylarning arz qilish yo'llarini ochib o'tish, qonun asosli qilish. Kengash palatasining qonuni mushundaq mazmunlarni o'z ichiga oldi. Shunda qilibla qolmay, qonun yana Amerika Davlat Mahkamasi maxsus COVID-19ning ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning shikoyat guruhi qurishga ruxsat qilib, Beijingning virus ahvolini tekshirishidagi yetarsiz taraflarni xalqaro tekshirishga ruxsat qiladi. Demak, tekshirilmay qolgan, eshib qolgan o'lim yetim va uning munosabatlik jinoiy ishlarga munosabatlik ishlar Jungo tekshirmagan, qoldirib qo'ymagan taraflarni endi xalqaro tekshirishga ruxsat qiladi, yo'l ochiladi. Agar Jungo Kompartiyasi siyosiy hokimiyati xalqaro to'lam to'lash harakatlarini cheklaydigan bo'lsa, Amerika xalqaro kuchlarga rahbarlik qilib, Jungo Kompartiyasining to'lam to'lab berishini qo'lga keltirdi. Jungo Kompartiyasi rad qilsa, Amerika xalqaro kuchlarga rahbarlik qilib, to'laysan deydi, majburlaydi. Xalqaro umumiy harakat boshlanadi. Jumladan, qonun loyiha tayyorligi loyihasini ma'qullash, ya'ni birisi qonun loyiha o'tirg'i chiqadi, avval uning tayyorligini ma'qullash orqali Beijingni to'lam to'lashga majburlaydi. Diqqat vatandosh, Beijingni to'lam to'lashga majburlaydi. Undan boshqa Amerika Davlat Majlisi chet el davlatlari egilik huquqidan xalos bo'lish qonun loyihasi ma'qullab, Jungo Kompartiyasining 1 trillion 600 milliard dollarlik alayda zoyimni qaytarishni talab qiladi. Bu zoyimni metaz to'liq tushunmadim, mushakkil yozib qo'ydim, men sizlarga shunday topshirdim. 1 milliard 600 million dollarlik alayda zoyimni qaytarishni talab qiladi. Shubhasizki, Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi bir navbatlik hukumati, ya'ni ochiq aytsak, Prezident Trump hukumati mas'uliyatni surishti qilish darvozasini virus tufayli o'lim yetim va tortilgan ziyon sifatlar tufayli Jungoni surish qilish darvozasini ochib hamon Jungo Kompartiyasi bakma zarbaga uchraydi. Qonun ma'qullansa, siyosat belgilansa yuqoriqadek tartiblar qonun bo'yicha qo'yib etilsa, tartiblar qonun bo'yicha tashkillansa, mushu hamon yetib kelgan hamon, ya'ni shu hamon Jungo Kompartiyasi intayin bir vaziyatga duchor bo'ladi. Boshqa vaziyatlar bilan qo'shib, mana COVID-19 vatandosh esangiz bo'lsinmi? Anda boshi men dedim, Saudi e'tibor berishni amaldan qoldirish degan normal. Ichki siyosat boshqani qo'yib turaylik, boshqa qo'yishni, uni qo'yib turaylik. Bu ichki siyosat bugun anda qo'lingizga chiqdi, Amerika belgilab bo'ldi. Prezident Trump buni ijro qildi deb ma'qul davrim. Anda shu miqyos, shu larz, shu holatda siz bu siyosatlarni navbatdagi Jungoning amaliyatiga tatbiq qiling vatandoshlar.